Erta tongdan turdim. Nimagadir shu bugun Dildoraxonni ko'ngillari baliq tutishi qumsab qoptilar. Dildoraxonni og'zidan nima gap chiqsa o'ziga o'zi hamma narsani muhayyo qiladi-da. Xullas, hech kimdan ruxsat so'ramasdan yo'lga otlandim. Umrida qo'liga baliq ushamagan qiz shundoq bir o'zi baliq tutishga borishga o'lib qolmanda. Bolaligimizda multiklar bo'lardi-yu, baliq qo'lida ushab, "Uchta tilagingni tila, hammasini bajo keltiraman" derdi-yu. Shu sharsharani oldida multiklar ko'z oldimdan o'tib ketdi. Shunaqa xursand bo'lib qarmog'imga baliq ilindi deb bitta ko'tarsam, tapichkaga qarab turib, "Tapichkajon, tapichka, shu yozda ilinsang bo'lmasmidi? Sani masta qilib kiyardim" desam, tapichka ham menga qarab turib, "Dildoraxon, vaqtliroq emasmidi unda" dedi-yu. Maqsad baliq tutish. Oldin bobokalolarimiz oldinga maqsad qo'ydingmi, o'shanga erishmaguncha qaytmagin deyishgan. Men ham qaytmadim va nihoyat qarmog'imga baliq ilindi. Baluni kattaligini qaranglar, shoshganimdan qo'limdan chiqib ketmasin deb to'riga solib qo'ydim. Baliqjon, endi sani pishirib yeymiz-da. А у тебя клюет? А у меня клюет? А когда клюет? Agarda videoim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar asallari. Baluni to'rdan chiqarib qozonga tashladim. Yog'da jazillatib qovurib olib, keyin ishtahalarni ochib mazza qilib yeyman. Va shu qip-qizil baliqlarni qovurgan meni qo'llarim dard ko'rmasin. Balig'i tutdim, qovurdim, yedim. Qornim to'ydi. Endi uyga qaytishga eriyapman-u.